Eshitib hayron qoldim. Registonning o'sha arkani tepasiga chiqsak, siz tekinga sovg'a qilayotgan ko'rinadimi? Ha aka, shu tepaga chiqsa agar ko'rinadi. Gap yo'q, shu darajada sentr ekan. 3,5 kilometr mana shu Registon maydonidan. Hozirdan bitta like bosib qo'ying-da, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Shundan so'ng o'qib olasizmi aka? Shunday aka, meni Instagram akkauntimga o'tib, faqat obuna bo'lishlari kerak bo'ldi. Samarqand sentrda shunaqangi premium uy qurilyapti-yu, shunchaki obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga shu yerdan xonadon sovg'a qilinyotgan ekan. Yuring, batafsil tushuntiramiz aka. Gap yo'q, Shahbozboy hoji aka. Siz ham bilasiz, qanaqa lokatsiyadan uy qurishni. Firdavsiy ko'chasi bor, Samarqand sentridan hisoblanadi. Aynan o'sha yerda Firdavsiy Premium degan nomiga xos loyiha qurayotgan ekanlar. Uni fasadlarini qarang, loyihani rostdan aytaman, любой ko'rgan odam yashavorgisi keladi. Bu loyihani qanchalik premiumligini bilishingiz uchun fasadi poli haqiqiy travertin toshdan va Erondan keltirilgan g'ishtdan qurilar ekan. Undan tashqari u ham to'liq g'ishtdan bo'lar ekan. Shundoq Samarqand City bor-ku, o'shani yonginasida. Undan tashqari yon atrofda bog'lar, xullas infratuzilmasi eng zo'r joy Rostagazm Center joy ekan. Xo'p, bu yerda endi bir xonali xonadonni yutib olishi shartini bildi. Sizni profilingizga, Telegramingizga podpisatsiya tashlashlik kerak ekan. Lekin men pulim bor. Lekin pashishkalar narxga sotib olmoqchiman. Nima qilishim kerak bo'ladi? Aka, 10-fevral kuni 20:00 da onlayn taqdimot o'tkazyapman. Unga boshlang'ich to'lovsiz, foizsiz, penallarsiz eng uzoq muddat to'lovga, atigi bitta dona pasportga 100 ta xonadonni mega aksiyaga beryapman. Gap yo'q. Maksimum foydalanib oladigan joy ekan. Hozirroq profil shapkasidagi Telegram yopiq kanaliga podpisatsiya tashlab qo'ying. 10-fevral kuni 20:00 da aynan shunaqa shartlarga sotib olishni batafsil tushuntiradilar. Aynan o'sha kuni bitta xonadonni bepulga yutib olgan odamni ham aniqlashar ekan. Balki siz bo'larsiz o'sha odam. Aka, lekin men o'zim ham shu yutib olishim mumkinmi, o'tazam? Akajon, buning uchun siz ham taqdimotga qatnashing. Xudo xohlasa sizga bu chiqib qolishi ham mumkin bu. Gap shu bahona Samarqandga ketar ekanman. O'zi sizlar eski uy qurasizlar, nechi 5 yil bo'ldi. 5 yildan akajon. 5 yildan. Ishonchli kompaniya hisoblanishadi Samarqandda, bilasizlar o'zi.